Assalomu alaykum kanallarimiz, hurmatli a'zolari va kuzatuvchilar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz ajoyib bir mestada shahrimizni Raycenter bozor Sholkamotala yaqin yerda joylashgan ekan. Lift domda 6-qavatda. Dokument ham 100% tayyor. Muammosiz to'g'ri adlansa o'tadi. Glavniy narxi dim ajoyib narxda, arzon narxda. 4,5 million so'm kvadrat metr, 105 kvadrat metrli 3 xonadonimiz. Doğru afarmaya bo'ladigan lokatsiyasini, местоположениесini eslatib o'tadigan bo'lsak, aytib, sizlar bu yanımızda Gestekining chap tarafi Sholkamotal Daytala ketadigan yo'l. Birimizda Raycenter bozor, Ko'na bozor sarakda, keyin arakda Olimpiya stadion. Abbos apteka bu tarafimiz, bundan doğru gitilsa Shavot yo'luna ketadigan yo'limiz, Sultan Marammi ko'chasi bu yon tarafimiz. Bu yerda bilasizlar, marshrutdan muammo yo'q. Transportlardan umuman, suv, svet, gazından ham, sho'chiklar ham qo'yilgan kvartiramizda sizlar. Hem yere onaylı magazinlardan muammosi yo'q. Seni 13, 5, 19 hamma marshrutlar o'ttirdi. Zo'r mestada joylashgan, ham yo'lni bo'yinda yangi domimizda 6-qavatda. Yetdik birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. 6-qavatdan chiqib keldik. Hurmatli vatandoshlar, aynan ko'rib turganingiz bir qavatda 4 xonadon ekan. Ya'ni 4 xonadon, lift ham ishlab turibdi, oyoq tellari muramur bo'lgan. Shu xonadonimiz. Girish eshiklari ham ajoyib koreyskiy eshiklardan bismillahirrohmanirrohim deb giramiz. Girgandan oyoq tellarimiz hamma stechka bo'lgan, devorlar suvoqdan chiqib turibdi, hamma suvoq bo'lgan, elektromontajlar ham bo'lgan. O'ng tarafimizda bu yerda elektrika avtomatlarni mestasini. Dokument ham 100% tayyor, to'g'ri oldlaringizga o'tadigan. Sizlar chap tarafimizda bu yerda prixoshga mestalar ham qoldirganlar. Ajoyib xonadon ekan. Katta kvadrat metrli 105 kvadrat metr. Bu yerda doğrumuzda zal kısmı, yani gostinisi, chap tarafimizda oshxonasi, o'ng tarafda esa bu yerda 2 spalnisi var, bu yerda hojatxona отдельный, yuvinish отдельный joylashgan. Birinchi chetdan danishtirib o'taveramiz. Bu yer ham stechka qilingan, suvoqdan chiqib turibdi, devorlar ham elektromontajlar ham bo'lgan, rozetka, kulchatir joylar ham tashlab ketilgan. Gaz ishlar ham qo'yilgan sizlar. Yani gaz ham gap turibdi. Gaz ve suvdan muammosi yo'q. Ajoyib xonadon, ham yo'lni bo'yinda domda 6-qavatda. Zalimiz bir, zalimizda oyoq tellari stechka bo'lgan, razmeri 327,5 metr razmerda. Uzunasi bilasizlar, bunning zal kamdan kam uchraydi. Devorlar ham polniy suvoqdan chiqib turibdi. Oynasi ham katta, oyna yorug'lik yaxshi tushish uchun oynani ham katta etib qoldirganlar. Xonadonimiz ajoyib, narxi ham zo'r narxda. Xalqimizga yoqadda bo'lamiz sizlar. Narxi ham qimmat emas. Bu yer hojatxonasining отдельный montajlari bo'lgan, kanalizatsiya montajlari. Bu tarafimizda esa to'g'risida yuvinish xonasi. Bu yer ham stechka bo'lgan, kanalizatsiya montajlari bo'lgan sizlar. Bunni suvoqdan chiqib turibdi. Elektromontajlar qilingan. Birimiz spalnisi 3,6 metr razmerda, balkon qismi bor. Balkon bilan Raycenter bozorga qarab turibdi domimiz. Dokumentdan muammosi yo'q. To'g'ri adlansa o'tadan 105 kvadrat metrli xonadonimiz. 3 xonali. Xonalari katta ishgan. Birimiz esa 3,6 razmerda. Aynalar ham sifatli akfaramlarni o'rnatilganlar, plastik ramlardan. Suvoqdan chiqib turibdi, tayyor remonta. Glavniy narximiz 4,5 million so'mdan kvadrat metri. Ajoyib narxda olib remont qilib bersangiz zo'r xonadon bo'ladi. Hurmatli obunachilar va vatandoshlar, xonadonimizni lokatsiyasini, местоположениесini eslatib o'tadigan bo'lsak, Raycenter bozori Sholkamotala yaqin yerda, yangi domda, yo'l bo'yinda 6-qavatda. 3 xonali 105 kvadrat metr bo'lgan xonadonimiz bilan tanishib o'tdik. Liftli dom ekan sizlar. Dokument ham 100% tayyor, to'g'ri adlansa o'tadigan. Zalogini berasizlar, sizlar notarga borib qonunni sanab beraverasizlar. Adlansa o'tgandan keyin. Eğer kanallarımızda yangilar bo'lsa, like bosib, qo'ldangancha videolarimizni tarqalishga yordam bersangizlar, oluvchilarga yetib borish uchun sizlarga arzon narxdagi xonadonlarni taqdim qilamiz shunday joylarni. Hammaga sog'lik va omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarimizda görüşünce xayrlab qolamiz.